Assalomu alaykum. Hammalaring yaxshimisizlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun o'zi Instagramda hamma ko'rdi. O'sha Jizzaxlik Orzu degan Orzu ismli bloger qiz bor edi. O'sha bugun avariyadan olamdan o'tibdi. To'g'risi bugun bir ikkita videolar chiqdi. Men ham birinchi boshida ishonmadim-da, keyin ishonchliroq manbadan qidirib ko'ray deb o'ziga yaqin bo'lgan profillardan ko'rib nima qilsam, haqiqatan ham shunaqa bo'libdi. Ilohim avvalambor joylar jannatdan bo'lsin. To'g'risi hozir uxlab turdim, men Moskvadaman. To'g'risi tushimga kirdi-da hozir. Ko'p ko'rganim uchunmi videolarni yig'latdi ham. Bilmayman. Nima demoqchiman hozir? Eski uydan chiqarayotgan videolarni qo'yapti-da, janozasi bo'layotgan videolarni ham ko'rib qolyapman. Ko'rsangiz uylari eskirib, nima bo'lyapti. Ko'plar keyin o'sha uyda nima qilaylik deb o'ziga yaqin bo'lganlar ichi achgani uchun yordam beraylik deb karta qo'yib nimadirlar video qilyapti. Keyin o'shani bir qiziqib kommentariyasiga kirsam, yarim odam bu yoqqa bo'lingan, yarim odam bu yoqqa bo'lingan. Qo'lida 17 telefoni bor edi, tagida mashina bor edi, nima deb yozyapti. Men sizlarga bu videoni qilishimdan maqsadda xolis inson sifatida gapiraman-da, boshqa joydan men uni tanimayman ham. Prosta videolarni ko'rardim. Demoqchimanki, luboy blogerda ichida bir nimasi bo'ladi-da. Luboy blogerda ham emas, luboy insonni ham bu hayotda luboy qiyinchilikdan chiqayotgan insonni ichida nimasi bo'ladi, orzusi, katta bir orzusi bo'ladiki, men mana shu oila a'zolarim ichida men otilib chiqayda, nimadir qilib mana shu oilamni sharoitini qilay, hayotini butunlay o'zgartiray degan bir o'yinni ham Alloh soladi ichiga. Indamay yotaversa bo'ladi, u ham hamma qatori nima qilib harakat qilmasdan keyin harakat qila boshlaydi va ko'plarni ko'ramiz hayotda maqsadlariga ham erishgan. Bu singlimizni ham men tushunchim bo'yicha-da endi shunaqa orzulari bo'lgan ekan, mana uylarning ahvollarini ko'ryapsizlar. Demoqchi bo'lganim, shu sohani ichida bo'lganim uchun aytaman, ana mashinasi bor edi, telefoni bor edi, balosi bor edi deyotganlar uchun u narsalar nima uchun kerak blogerga? Blogerda xalqqa chiqqani uchun, ommaga chiqqani uchun uni bir yuzini issiq qilib, bir qaysidir ma'noda reytingi bo'lishini ko'rsatib beradigan oddiy bir matolarda mana shu narsa ham mikrofon. Bu nimaga kerak? Ovozini yaxshi yetkazib berish uchun sotib olganman. Shuni sotib olish kerak ekan, olganman. Bo'lmasa shuni ham mana shu sohaga kiraman deb 5 yildan beri men yuraman. Mana shu sohada o'rnimni topaman deb 5 yildan beri men hali bo'lmaganman. Demoqchiman, men ham shuni o'ylardim-da, miyamda. Men bloger bo'lish uchun Moskvaga ishlagan kelganimdan beri bloger bo'lish uchun mashinam bo'lishim kerak tagida deb 1-2 yil mashinaga ishlaganman. Telefonim bo'lish kerak deb telefonga ishlaganman. Shunday qilib u mayli qisqa fursatda ko'tarilayotgani uchun, sharoiti bo'lmagani uchun kreditga olganman, endi bilmayman, qarzga olganmi, qarzlari ko'p edi, nima deyapti. Endi demoqchi bo'lganim, bilib bilmasdan gapirmanglarda, qo'llaringdan kelsa o'sha insonlarga yordam beringlar. Umri qisqa ekan, ishlarini oxirigacha yetkaza olmadi, o'tib ketdi. Joylari jannatda bo'lsin avvalambor. Demoqchi bo'lganim, hech qachon noto'g'ri gapirmanglar. Hamma ham bir xil odammizda, ko'ryapsizlar mana. Hamma o'ladi, mashhur bo'lib ketyapti, o'lib. Nimaga u mashhur bo'lmas, insonlar nazari tushib, shunday ichi achib, shunaqa holatda bo'ladi-da. Ko'pincha shunaqa vaziyatda shunday bo'ladi. Tirikligida qadriga yetaylik bir-birimizni demoqchiman bu gapim bilan. Qo'llaringdan kelsa o'sha insonlarga mayli yordam beringlar, lekin kommentariyada unaqa negativ yozmanglar. Bu sohani bilgan biladi-da, masalan ichida yurgan insonlar, qancha insonlar bloger bo'lolmay yurgan insonlar biladi bu narsani. Men ham bilaman. Shuning uchun hech qanaqa ish oson ish emas o'zi aslida. Rahmat hammalaringga. Singlimiz joylari jannatdan bo'lsa, haqqiga duo qilinglar bo'ldi.